Kecha mahallamizdagi do'konga kirsam, bitta xitoylik o'zbek tilida bemalol gaplashib yotibdi. Tarjimonsiz o'zbeklar ham tushunyapti uni. Ularni ko'rib men jinni bo'lib qoldim. Hozir oxirgi paytda rostdan ham ko'payib ketyapti xitoyliklar, yoki faqat bizning mahallada yurishadimi bilmadim. Juda ham ko'p. Ba'zilari o'zbek tilini o'rganishni boshlashdan. Zo'r gaplasha olishmaydi, lekin ba'zi gaplarni biladi va o'zbeklar ularni tushunadi-da. O'shanga menga ham bitta xayol kelib qoldi. 30 kun davomida Instagram orqali sizlar uchun bepul har kuni 3 tadan xitoy tilidagi iboralar degan rubrikani ochmoqchiman. Har kuni video joylayman. Siz ham meni videolarim orqali xitoy tilida 60 taga yaqin iboralarni o'rganib olsangiz bo'ladi, agar menga obuna bo'lsangiz. Va hozirda xitoylik ko'payayotgan bir paytda siz ham xitoy tilida sekin boshlasangiz, mabodo ertaga qo'shni bo'lib qolsanglar, gaplashib o'tirasizlar xitoy tilida. Bugungi videomizning 3 ta iborasi hammamiz biladigan ni hao. Ni hao, salom degani. Hozirda zamonaviy xitoyliklar hello deb ishlatishadi ham. Ingliz tilidagi hello dan uqlashgan. Va 3-chi iboramiz wo hen hao. Wo hen hao. Men juda yaxshiman. Bu iboralarni eslab qolish uchun shunchaki videoni boshidan ko'ring va yaxshilab qaytaring. Ertaga esa yangi iboralarni o'rgataman. Bepulga obuna bo'lsangiz bo'ldi.